O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida doimiy ravishda turli tadbir va musobaqalar tashkil etib kelinadi. Jumladan, an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasi respublika chegaraoldi hududlarida joylashgan umumta'lim maktablari o'quvchilarini harbiy xizmatga tayyorlash, ularda vatan himoyachisi bo'lishdek sharafli kasbga qiziqishni yanada oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Respublikamizning chegaraoldi hududlarida joylashgan umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasining Yangiobod tuman bosqichi ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Tuman hokimligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tuman kengashi, Yoshlar ishlari agentligi hamda maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilgan musobaqada 13-sonli umumta'lim maktabining Snayper, 1-sonli umumta'lim maktabining Amir Temur, 16-sonli umumta'lim maktabining Temur izdoshlari, 9-sonli umumta'lim maktabining Sarxat hamda 11-sonli umumta'lim maktabining Shunqorlar jamoalari g'oliblik uchun kuch sinashdi. Yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasining Yangiobod tuman bosqichi o'tkazilmoqda. 13-maktab jamoasi o'tgan yilgi respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Bu yoshlarni yanada ruhlantirib, hozirgi kunda jamoalarning saflari kengayib, tumandagi har bitta maktablarda tashkil qilinishi yo'lga qo'yildi. Qiziquvchilar va ishtirokchilar safi tobora ortib bormoqda. Nizomga muvofiq dastlab jamoalar saf ko'rigidan o'tishdi. So'ng hay'at a'zolari tomonidan ishtirokchilarning maxsus liboslari, harbiy varaqalari, albom, vempel, avtomatlar maketi va ramziy bayroqlariga baho berildi. Navbatdagi yugurish musobaqalarida esa o'g'il bolalar 1000 metr, qiz bolalar 100 metr masofaga startga chiqishgan bo'lsa, avtomatni noto'liq qismlarga ajratish va yig'ish, turnikda tortilish, granata uloqtirish, test sinovlari hamda birinchi yordam ko'rsatish singari qator shartlar ham ishtirokchilardan jismoniy tayyorgarlik va chaqqonlikni talab etdi. Yangiobod tumanida bo'lib o'tayotgan yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasida biz 13-maktab nomidan qatnashyapmiz. Jamoamizning nomi Snayper. Respublika bosqichiga harakat qilyapmiz va u respublika bosqichida faol birinchi o'rinlikni qo'lga kiritmoqchimiz. Buning uchun biz kuchli tayyorgarliklar ko'rdik. Musobaqada turli xil shartlarni bajardik. Bular saf tayyorgarligida yurdik, safda qo'shiq aytib yurish mashqlarini bajardik. Keyin qo'l mehnati bilan yasalgan qurollarni, vempel va formalar nazoratdan o'tdik. Hozirda shu qatnashchilar granata uloqtirish mashqini bajarishmoqda. Umumiy natijalarga ko'ra musobaqa shartlarini tezkorlik va aniqlikda bajargan 13-sonli umumta'lim maktabining Snayper jamoasi yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasining Yangiobod tuman bosqichi g'olibligini qo'lga kiritdi. Faxrli 2-o'rinni Shunqorlar jamoasi va 3-o'rinni Sarxat jamoasi egalladi. Musobaqa yakunida g'olib jamoalar va faol ishtirokchilarga tashkilotchilarning faxriy yorliq, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.